Mantini o'rniga xinkallini uy sharoitida tayyorlashni sizlarga hozir o'rgataman. Menga obuna bo'lib qo'ying. Birinchi nachinkasini tayyorlashni boshlaymiz. Bizga mol qiymasi, piyoz va tabga ko'ra ziravorlar kerak bo'ladi. Farshni suyuqroq holatiga keltirib olish kerak. Sababi xinkalilarimiz yana ham sochni chiqadi. Hammasini aralashtirib 10 daqiqa xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. O'sha vaqt ichida xamirni tayyorlashga o'tamiz. Xamirimiz uchun bizga kerak bo'ladi un, suv, tuz va tuxum. Xamirni yaxshilab qorib 15 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Xamirimizni kichkina zuvolalarga bo'lib chiqib, hammasini bir xil formada yoyib chiqamiz. Ichiga nachinkamizni solib, videoda ko'rsatilgandek tugamiz. Tugishga diqqat bilan e'tibor bering. Xinkali shunisi bilan xinkali-da. Ikki xil usulda pishirsangiz bo'ladi. Birinchisi suvda 5-10 daqiqa qaynatib olamiz. Ikkinchi usul esa tovada 5 daqiqa qovurib olamiz. Hinkalilarimiz tayyor bo'ldi. Siz ham uyda tayyorlab ko'ring.